Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabaga 80 yil to'ldi. Bu urushda ishtirok etgan, halok bo'lgan, mehnat fronti ortida matonat ko'rsatgan faxriylar nomini e'zozlash, ulug'lash va xotirlash umuminsoniy o'lmas qadriyatdir. Darhaqiqat, tarix sahifalari o'chmas, xotira esa mangudir. Urushdan oldin O'zbekistonda 6.551.000 mingdan ortiq aholi yashagan bo'lsa, shundan 1.950.700 nafar yurtdoshimiz janglarda bevosita ishtirok etgan. Ayovsiz urushdan omon qaytish nasib etgan 1.054.298 nafar yurtdoshimizning 870.942 nafari yaralangan va nogiron bo'lgan. Urushdan 896.402 nafar yurtdoshimiz qaytmagan. Ulardan 538.366 nafari jang maydonlarida halok bo'lganini, 150.000 nafari dushmanga asir tushganini, 50.000 nafari konsentratsiyon lagerlaridan omon chiqmaganini, 158.036 nafari bedarak ketganini, front orti hisoblangan yurtimiz dalalarida, zavod fabrikalarida asosan ayollar, keksalar, bolalar kechani kecha, kunduzni kunduz demay fidoyilik ko'rsatib mehnat qilganliklarini hisobga oladigan bo'lsak, bizning xalqimiz fashizm balosiga qarshi kurashga qanday ulkan hissa qo'shganligini tasavvur qilish qiyin emas. O'zbekistonlik Ikkinchi jahon urushi qahramonlari safidan Nurobod tumanidagi Boshquduq qishlog'ida tug'ilgan Isroil Murzayev hamda Nurobod tumanining Jom qishlog'ida tug'ilgan Abduxol Tangmatovlar ham joy olgan. Ikki tumandoshimiz birinchi, ikkinchi, uchinchi darajali slava, ya'ni shuhrat ordenlari bilan taqdirlangan. 1946-yilda harbiy xizmatdan bo'shatilgandan so'ng Abduxol Tangmatov o'z ona yurtiga qaytib, qurilish tashkilotlarida faoliyat yuritgan. Isroil Murzayev esa Nurobod tumanida fuqaro mudofaasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Urush qahramonlarining jasorati bugungi yoshlarimizni mustaqil yurt farzandlarini vatanga muhabbat, uni ko'z qorachig'idek asrash, himoyalash, tinchlik deb atalmish ulug' ne'matning qadriga yetish ruhida tarbiyalashga xizmat qilishi shubhasizdir. E'tiboringiz uchun rahmat.